Xorazm viloyati bojxona boshqarmasining kontrabandaga qarshi kurashish sho'basi xodimlari tomonidan viloyat davlat xavfsizlik xizmati hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda giyohvand vositalarning noqonuniy aylanmasiga qarshi tezkor tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan navbatdagi tadbir Urganch shahrida o'tkazildi. Tekshiruv davomida Qo'shko'pir tumanida yashovchi fuqaro tadbirga jalb qilingan shartli xaridorga og'irligi 20,17 gramm bo'lgan geroin giyohvandlik vositasini 45 million so'mga sotayotgan vaqtda to'xtatib qolindi. Shuningdek, Xiva tumanida amalga oshirilgan yana bir tezkor tadbirda fuqaroning yashash uyi va yordamchi xo'jaliklari xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Tekshiruvlar natijasida mazkur xonadonning omborxonasida jami 7 bo'lakda salkam 50 grammga yaqin marixuana giyohvandlik vositasi noqonuniy ravishda saqlab kelinayotganligi aniqlandi. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, tergov harakatlari olib borilmoqda.